Damas'ga hech qachon tenglasha olmaydi. Sababi u yagona. Nima uchun sizlarga bu mashinani Damas qotili deyapman? Ikkita sabab aytaman. Endi yaxshi kommentariya qoldirgan akalarimiz, addushi sog' bo'linglar. Endi yomonlarga o'lim yo'q. O'lim yo'q. Negativni har doim qilsam bo'lib ketamiz. Lekin mana Damas'da liniya uchun tender olsangiz, hozirgi kunda 1 yilgagina tender olasiz. Bu modelimizni siz hozir oladigan bo'lsangiz, tender o'ynab turib yutadigan bo'lsangiz 7 yil o'sha tenderda 1 yil qatta, 7 yil qatta. Eng boshidan ko'rsatyapmiz. Ya'ni glavnisidan ko'rsatyapmiz. Shu tomonni ham e'tiborga olib qo'yinglar. Narxini ham ozaytiringlar deyapsizlar. Lekin xudo xolasa yangilik bor. Ya'ni inshaalloh sekin-sekin etap-etap mahalliylashtirish imkoniyati bo'ladi xudo xolasa. Faqat poddeshka bersalaring narxlar tushadi. Yo. Lallay bordingiz aka. Uyqu kelyapti, xo'lavering. Avot tezlashtirishsin, narxini nimasan bo'ladi, tushirishsin iloji boricha oshirmasdan. Yana ham o'sha Damas narxida berib yuborsalar juda xursand bo'lardik. Xudo xolisa o'sha kunlarga yetsa. Inshaalloh. Biz sotuv yetkazib beramiz. Demak, sotuv ko'p deganda mijoz ko'p. Mijoz ko'p bo'lgandan keyin zapchasi ham ko'p talab bo'ladi. Endi qarang, 5000, 6000, 4000 pulimiz bo'lsa, shu mashinani Damas'ni o'rniga bosib olsak bo'ladimi? Xudo xolisa 5000, 6000 atrofida puli bo'lsin, 5,5 million atrofida. Damas yagona do'stlar. Damas o'rniga katta partiyada avtomashinalar yetib keldi deganidek do'stlar, pashti tugadi. Yangi partiyasi ham tugadi. Qo'qonli akalarimiz bu videomizni ko'rgandan keyin polностью optimiga sotib olishib do'stlar. Batafsil yangi partiyadan 3-4 ta qolgan ko'rsatamiz. Damas'ni konkurentlarini. Videomizni boshladik. Damas'ga hech qachon tenglasha olmaydi. Sababi u yagona. Nima uchun sizlarga bu mashinani Damas qotili deyapman? Ikkita sabab aytaman. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sonlaringiz yaxshimi? Tashamang aka. Deb tashamang. Buni mijozlarimizga birinchi o'rinda eng katta qulayligini aytaman. Hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan sababini ham aytaman sizga. Mayli Damas yagonadir. Biz o'zimiz ham ko'rib kelganmiz. Lekin mana Damas'da liniya uchun tender olsangiz, hozirgi kunda 1 yilgagina tender olasiz. Bu modelimizni siz hozir oladigan bo'lsangiz, tender o'ynab turib yutadigan bo'lsangiz, 7 yil o'sha tenderda 1 yil qatta, 7 yil qatta. Qaranglar, shetdozida 13 ta sanadim. Ya'ni birinchi sababni aytdingiz. Birinchi sabab bu. Bundan nechta kelgandi mashetdoziga? Aka mana bu tomonga bitta qarating. Bu tomonga o'tgan safar ko'rsatganini do'stlar 40 tacha kelgandi. 40 tacha mashina bor edi. U sotilib, undan keyin mana yangi partiyaga bu yerda 40 ta edi. 3 kun oldin Qo'qon, ya'ni 20 ta yoki 25 tasini ochib ketdi. Voy. Eshityapsizlarmi akalar? Eshityapsizlarmi? Men buni maqtamoqchi emasman. Liniyachi akalarimiz 7 yilga sotib olayotgandan keyin endi to'g'ri aytishlari mumkin. Narxini ham ozaytiringlar deyapsizlar. Lekin xudo xolasa yangilik bor. Ya'ni inshaalloh sekin-sekin etap-etap mahalliylashtirish imkoniyati bo'ladi xudo xolasa. Faqat poddeshka bersalaring narxlar tushadi. Yaqin kunlarda xudo xolasa o'zimizda Sirdaryodagi Asaka Motorsdagi Shinray avtozavodida xudo xolasa ushbu modellarimiz ham yig'ilish boshlaydi. Inshaalloh. Keling endi bu mashinani bitta ko'rsating. Qaysi biri ochiq? Mana bunisi ochiq. Neobishniy sveta qaranglar. Yetmaganiga. Do'stlar, Damas kategoriyasi ketaveradi. Shunday praviz bilan bosib yuborasiz. To'g'ri, kommentda yozdilaring, Damas qotili emas-ku, hamma yo'q qotil bosib ketdi deyishlaring mumkin. Mana shu so'zni kim yozganini aytaman hozir. Ya'ni yonimda turibdilar. Nimani qotili? To'g'risi, haqiqatan Shinrayda birinchi Damas'ni qotili deb men boshlaganman. Shundan buyon Damas'ni qotili trendga chiqib ketgan. Hozir Damas'dan endi ustunliklarini aytaman, qaranglar. Ustunliklarini aytaman. Damas'da tan olishimiz kerak o'zimizni. Bunday turib oling, mashina emas, Damas'da o'zining xaridori bor. O'zida ham xaridori bor. Komfortga ham o'tishi davri keldi deb o'ylayman. Konditsioneri bor mashinada. O'rindiqlari yumshoq. ABS bor. Tormozi bor. Rullari elektrousilitildi. Motorlarimiz oldida. Motorlari keyin o'rindiq tagida emas.
oldida joylashtirilgan. Konditsionerda boya ishlatdim. Sizlar video olayotganlaringda lallay bordi, to'g'risi. Maza qilib ishlatyaptilar. Lekin haqiqatda haligi tonirovka tortib olishadi-yu, o'zi kim haqida gapirayotganini bildilaring. Ya'ni konditsioneri yo'q, tonirovka tortib olishadi. Bunda tonirovka oldiga lopka urmaysizmi? Qiziqtirmaydi, muzdakkina yuraveradi, xudo xolasa. Inshaalloh. Xo'p, kelinglar bu mashina to'g'risida batafsilroq ko'rsatsak. Mana qaranglar, ichki interyeri, torpedasi ham zamonaviy ko'rinishga ega, tabloyimiz bor. Qarang. Oppali. Sekingina yurg'izsam mashinani. Mana. Konditsioner bo'lsa, mexanika bo'lsa, ekonomishniy bo'lsa, nechta rasxod qiladi? 8 litr shahar ichiga rasxod qiladi. 8 litr. Tushunarli. Agar dannida undan ham tushib ketadi, xudo xolasa. Dannida 6 ta, 6,5 ta rasxod qiladi, xudo xolasa. Mana bu yerda konditsionerlarimizda chiqish xodlari bo'lsa, bu yerda ham bor va bu yerda ham bor. Qo'lda legirovka qilish imkoniyati bor. Orqadagi tomonda. Iya. Lallay bordingiz aka? Uyqu kelyapti, qolavering. Oho. Gap yo'q. Ko'rdilaring, mabodo sidinasini olsalaring ham 2 xonali spanni. Как будто. Safarlarga, uzoq yo'llarga ham chiqib olsalaring, menimcha qiynamasa kerak. Endi necha yil garantiya? Zapchasidan muammo yo'qmi? Akajon, modelimizda 2 yil yoki 40 ming kilometr garantiya mavjud. Har bir mijozimizga garantiya kitobchasi beriladi. Hatto garantiya kitobchasi hattoki xuddi shu dvornik rezinkasiga ham yozib qo'yilgan garantiyamiz. Voy. Eng kichkina Oddiy detalga ham, oddiy detal mashinaga ham garantiya bor. Garantiyamiz bor. Modelimizda zapchasidan umuman muammosi yo'q. Chunki ko'ryapsiz, sotuv yetkazib bera olmayapsiz. Demak, sotuv ko'p deganda mijoz ko'p. Mijoz ko'p bo'lgandan keyin zapchasi ham ko'p talab bo'ladi. Endi qarang, 5 ming, 6 ming, 4 ming pulimiz bo'lsa, shu mashinani Damas'ni o'rniga bosib olsak bo'ladimi? Xudo xolsa 5 ming, 6 ming atrofida puli bo'lsin, 5,5 ming atrofida. Kelishsiz, raz chiqazib beramiz. Muammo yo'q. Uyida, buyida, otangga bor, onangga bor demaysizlar, xudo xolasa, agar o'chirt bo'lmasa. Yo'q, ertalab keladi, mashinamiz nalichida turgan bo'lsa, erta 9 ga kelsa, eng ko'pi bilan men o'zim va'da beraman, obedgacha eng ko'pi. O'zi 1,5 soat, 2 soatda bitadigan ish. Men o'zim tomonimdan aytyapman, eng ko'pi bilan obedgacha ishini bitirgizib, uyga haydab chiqib ketadi mashinamiz. Gap yo'q. Agar 10-15 ta olgan akalarimiz bo'lgan bo'lsa, o'sha Qo'qondan kelib olib ketgan akalarimiz bo'lgan bo'lsa, padriyat, nima deydi? Optimiga kelishamizmi degan joylari bo'lsa. 100% kelishsin, o'zimiz bitta joyga o'tiramiz. Bitta choychan ichib, aka bilan maslahatlashib, akaga to'g'ri keladigan narxlar bilan kelishib, bizga ham to'g'ri keladigan narxlar bilan kelishib, aka har doimgidek skidkalarni qilib, bonuslarni qilib beramiz. Shunda birinchi qo'l, birinchi zavod bilan ishlaysizlarmi? Albatta, biz уже mana 5 yildan beri rasmiy diler bo'lsak, Shenray brendini bizdan boshqa hech kim sota olmaydi. Respublika bo'yicha 25 ta viloyatda общий 25 ta filialimiz mavjud. Ya'ni 12 ta viloyatda 25 ta filiallaring bor. 5 ta filialimiz bor. Endi nima uchun bu narsani bilsam ham so'rov ustiga olib ketyapman? Sababi bir xilgilar o'ylaydiki, ya'ni boshqa misol, boshqa viloyatdan olsam buna bo'ladi. Deyishlar mumkin, misol uchun kelishtirib beradi deyishlar mumkin. No, qaranglar do'stlar, sizlarga eng boshidan ko'rsatyapmiz. Ya'ni glavniysidan ko'rsatyapmiz. Shu tomonni ham e'tiborga olib qo'yinglar. Ya'ni rasmiy diler. Shu tomonini ham olinglar. Agar optim chakalar bo'lgan bo'lsa, kesalaring, yana ham o'shanaqa joylari bor. O'zi tushundilaring, nima demoqchiligimni? Endi kapot ostini bitta ko'rsatib qo'ysak. Nima deysiz? Mana do'stlar, diskalik balon ko'rishlari mumkin. Hop, opornilarimiz. Xo'p, necha ekan razmeri? 15-razmer. 15-razmer. Oporni diskimizni qarang. Deb ko'rsangiz, har doimgidan ko'ra orasi kattaroq. Buni sababi oporni diskamiz tez sovish tizimiga ega. Oddiy boshqa mashinalarga qaraganda sanchadi demoqchisiz-da. Tezroq soviydi. Tormozni ushlashi ham sanchadi. Tushunarli. Nimasicha qanaqa motori seplimi? Motorimiz 1.5, 112 tot kuchli sepli motor, atmosferniy motor. Atmosferniy, ya'ni 80 da ham yuraveradi. Bemalol benzin tanlamaydi. Lekin tavsiya qilinmaydi. Qilinmaydi. O'zbekistondagi iqlimidagi hozirgi 80 benzinimizni biz tavsiya qilmaymiz. Eng kam 92 hamda metan, propan bemalol qo'yaverasiz. Garantiya ketmay hozir. Shuncha maqtadingiz. Endi kelishtirib narxini ham ayting. Hozirgi kundagi sotuvimizdagi narxi
229 million 375 ming so'm Shinrak Voy M7 voy voy modeli. voy, paddeshka qilinglar akalar, shu videoda boshliqlarga yetib borsin, zavodni tezlashtirishsin, narxini nima desam bo'ladi, tushirishsin iloji boricha oshirmasdan. Yana ham o'sha Damas narxida berib yuborsalar juda xursand bo'lardik. Xudo xohlasa aka o'sha kunlarga yetsa. Inshaalloh. Biz har doim mijozlar tomondamiz. Biz ham o'sha obunachilar tomonidamiz, do'stlar. Imkon qadar o'sha meni nomimdan kelgan bo'lsa, inshaalloh chiroyli qilib berasiz. Aka, siz nomingizdan keyin UzDrive deb kelishsin. Yo xohlasa menga mana ismi Humoyo, menga uchrashsin. Xohlasa yana menejerlarimiz bor, uchrashsin. Faqatgina o'sha UzDrive deb kelsanglar, har doim ishinglar tez bitishiga hamda qanaqadir bonus, kichkinagina bonusimiz bo'lsa ham bonus qilib berishga va'da beramiz. Mabodo lokatsiyadan qiynalganlar bo'lsa, lokatsiyani ham aytib o'tib ketsak. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Sergeli Moshina bozor orqa tomonida joylashgan. Agarda vodiylik mijozlarimiz uchun tushuntiradigan bo'lsak, Qo'yliqdan kelganingizda Sergeli mostdan tushasiz hamda o'ng qo'lingizda Kia avtosaloni ro'parasida joylashgan. Gap yo'q. Mabodo lokatsiyadan qiynalib, uydi bo'lgan bo'lsa, pastda raqamlar qoldiraman, do'stlar. Bemalol aloqaga chiqsalaring, qizlar sizlarga lokatsiya tashab beradi. Qizlar menimcha ma'lumotlarni ham beradi. Gap yo'q. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar. Sizga ham kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Yana hamda aka, mana hozir 5000 dan bo'lmadi bu yangiligimizga. Mana men eshitmay qoldimmi? Siz ham hali eshitmadingiz, meni eshitasiz hozir xudo xolasa. Bu yangiligimiz agarda bizdan kimdir shunday xarid qilgan bo'lsa, o'sha xarid qilgan mijozlarimizga tegishli. Xarid qilgan mijozlar, agar siz orqali, siz xohlasangiz, o'zingiz bilan bitta mijoz olib kelsangiz, sizga bitta moyillashtirish tekin bo'ladi endi bu yo'lga. Shuncha obunachi olib kelyapman-da, siz sotuvchi olib kelyapman. Menga ham bir bonus qilib yuboring. Sizni nomingizdan kelganlar joni bonus. Ana do'stlar, eshitdilar, do'stlar. Meni nomimdan kelsalaring, inshaalloh bonusiga yog' almashtirish yoki bo'lmasa o'sha o'rtag'izmi yoki bo'lmasa ayol kishi bo'lsangiz dugonangizmi tavsiya qilyapsizmi, eriga tavsiya qilyapsizmi? Muammosi yo'q. Bitta ochilmagan keladi o'sha avtomobilida xarid qilgan mijozimiz keladi, servisimizda polni moyillashtirishlari, diagnostikasi tekin bo'ladi. Ha, diagnostikasi ham bor. Polni bitta diagnostika tekin. Gap yo'q. Kimda-kim qiziqsa, gapimiz qizib ketdi, xullas do'stlar, gap yo'q. Endi yaxshi kommentariya qoldirgan akalarimiz, addushi sog' bo'linglar. Endi yomonlarga o'lim yo'q. O'lim yo'q, negativda har doim xursand bo'lib kutamiz. Gap yo'q. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.